Mana do'stlar, sekin qaytyapmiz. Safarimiz mana shu Sevilyadagi stadionda tugadi. Endi Xudo xolasa yana Madridga qaytamiz. Madriddan keyin yana bir kun vaqtimiz bor. Toshkent sari yo'l olamiz. O'zi aslida bu safar Maris Travel bilan hamkorlikda amalga oshirilgan safar bittagina uchrashuvga belgilangan edi. Bitta o'yinga, shu o'yinga. Lekin biz bungacha o'zimiz Barselonadagi o'yinga bordik, keyin Atletico Madrid ishtirokidagi uchrashuvni ko'rdik. Yaxshi bu o'yinga tayyorgarlik ko'rib keldik. Va hattoki kecha gap so'zlar bo'ldi-yu. O'yin o'tkazilmasa ham unaqa armon bilan qolmasdik. Lekin bugungi uchrashuv so'nggi yillarning eng zo'r klassikolaridan biriga aylandi. Chunki Real munosib qarshilik ko'rsatdi. Mana shunisini mana tashqaridan ko'ringandagi holat. Hamma joyi changi chiqib ketdi, changi chiqib ketdi do'stlar. Barselona muxlislari qoldi, neytral muxlislar qoldi. Biz kim g'alaba qozonishdan qat'iy nazar kubokni ko'tarishini kutishimiz kerak edi. Chunki shunga kelganmiz o'zi. Bunisi ham, bunisi ham vaqtli boshlanib qolishi mumkin edi, vaqtli tugab qolishi mumkin edi. Hatto Real Ancelotti hozir intervyusida aytib o'tibdi, yaqin kelganlik debdi. Barselona ham yaqin kelganda, o'sha penalti berilganda deylik, bo'ldi, tugardi o'sha paytda. Endi Lewandowski yo'q, penaltini kim urardi bilmadim. Xullas, mana shunaqa dramatik uchrashuv poyoniga yetdi. Arzidi muhim, arzidi. Yigitlar xursand. Hali ham ketyapmiz. Uzun yo'l. Iloji yo'q, juda ko'pchilik muxlis ushbu yo'l orqali kelgan. Demak, oxirida aniq bo'ldi. Real futbolchilaridan 3 tasi diskvalifikatsiya olgan. La Liganing keyingi o'yinini Celta bilan uchrashuvni o'tkazib yuboradi, adashmasam. Bu Jude Bellingham, keyin Vasquez hamda Antonio Rudiger. Oxiridagi emotsiyalar bu tushunarli, chunki so'nggi daqiqalarda gol o'tkazib yuborgan jamoaning bunaqa paytda hissiyotlari chidab bilmaydi. Ana shu tomonlama ham oxirgi daqiqalar boshqacha olovli kechdi. Umid qilamizki, keyingi La Ligadagi El Clasico ham shundan qolishmaydigan tarzda o'tadi. Chunki bilasiz. Bu g'alabaning asosiy sababchisi albatta Hansi Flick jamoaga kelgandan keyin bitta qoidaga amal qildi. Ya'ni uchrashuvning so'nggi daqiqalarida ham, o'sha Atleticoga yutqazib qo'ygan o'yinlarda ham, yana boshqa o'yinlarda ham ko'rdik. O'zining g'oyasidan qaytmaslik, oxirigacha kurashish va maksimal raqib tomonda o'ynash, pressing qilish boshqa. Barselona bu yil juda ko'p o'yin o'tkazdi futbolchilari, rotatsiya kam, minutlar bo'yicha rekord qayd etib tashladi. Ammo futbolchilarni jismoniy tomondan Flick jamoasi ushlab turibdi. Mana shu ham asosiy yutuq bo'lib berdi bugungi oqshomda. Chunki qo'shib berilgan 4-daqiqani eslang. O'shanda Barselona pressingda to'pni olib qo'ydi. Undan oldin qarshi hujumlarda urdi. Sal o'yini chiqmay turgan paytda pressingni unutgandek bo'ldi, lekin charchab holdan to'yganda ham shu yo'ldan qaytmagan. To'p uchun kurash o'sha raqib tomonda bo'lishi kerak. Hansi Flick shuni g'oyaga aylantirdi. Men bundan oldin bir narsa yozdim. Nima uchun o'sha eski quturgan Barselona paytida ham buni xarakteri yo'q edi. Chunki Barselona bir yilning o'zida juda ko'p o'yinlarni, mana shunday og'ir o'yinlarni, hatto qo'ldan chiqdi deb o'ylangan o'yinlarni ham tortib yulqib olib chiqyapti. Bu endi xarakter. Bu xarakter. Endi bu xarakter jamoaning DNKsiga aylanadimi yoki yo'qmi ko'ramiz. Chunki bir yil bu hali u DNKga singadigan narsa emas. Manchester Unitedda, Realda bu narsa muntazam davom etib oxirida DNKga aylangan. Barselonada DNKga aylanish uchun Flick bu mavsumdan keyingi mavsumlarda ham mana shunday uslubidan voz kechmasligi kerak. Titullarni oladimi, olmaydimi? Hozir u olyapti, hali treblni qo'lga kiritishi mumkin, lekin keyingi yillar DNKga sababchi bo'lishi mumkin. Realdagi bu yilgi inqirozni asosiy aybdori Ancelottidan tashqari Florentino Perez. Perez jamoaga katta planka qo'ygan.
ikkinchi marotaba prezident bo'lib saylangach, to'g'ri transferlarni amalga oshirib kelayotgan edi shu paytgacha. Lekin so'nggi yillarda jamoa yomon o'ynab turib ham kambeklar qilavergach, Chempionlar Ligasini shunday zerikkanda qo'lga kiritavergach, o'yladiki hech narsa qilmasdan pulni tejab, Mbappeni olib kelib, qanot futbolchilarini umuman Vaskes bilan xullas turnirlarni yutmoqchi bo'ldi. Buning ustiga Ancelottining ham o'sha murabbiylik sehri tugadi. Baribir hamma narsani chegarasi bor. Shuning uchun Florentino Perezning qizg'anchiqligi, bu yil transferlarga to'g'ri yondashmaganligi va himoya chizig'ida mana shu futbolchilarning qolib ketgani ham Realning qatorasiga mana shu turnirlardan chiqib ketdi. Endi rozi bo'lasizlar, hozir taksi kutyapmiz. Juda ko'pchilik chiqqan, endi hazilakam odam kelmadi. Tarqab yo'lga chiqqanimizda ham taksi kelish qiyin bo'lyapti. Dumaloq videolarni joylayapman. O'zi aslida YouTube'ga chiqib qo'ysa ham bo'lardi-yu. Uchrashuv ramziy ma'nolarga ega bo'ldi. Ya'ni oxirgi gol garchi Modric to'g'ri o'ynagan bo'lsa ham, qarshi hujumga chiqib ketish uchun shu yo'lni tanlagan bo'lsa ham, Modricning oxirgi uchrashuvi go'yoki mana shunday tugashi kerakligiga ishora bo'ldi. Toni Kroos esingizda bormi? Germaniya terma jamoasi musobaqadan chiqib ketganda Yevroda uyda oxirgi tepishida darvozabon bemalol ilib olgan, aniq pas bera olmagan. Kroos hamda Modric erasi mana shunday hal qiluvchi paslar bilan tugayotgani albatta achinarli va ramziy ma'no.